nega bu yerda buncha zombilar ko'p bo'lib ketibdi? Nima bo'ldi ekan bu yerga? Nima ishing bor? Davay tezroq qochish kerak. Hammaga salom qadrli obunachilar. Mening ismim Lingan va kanalimga xush kelibsizlar. Video boshidan sizlarga kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilaman, chunki politsiya kelibdi qishlog'imizga. G'alati meni olib ketib qolishmasa bo'ldi. Salom janob politsiyachi, nima bo'ldi bu yerda? Qotillik bo'lgan. Jin ursin. Siz shu yerda yashaysizmi? Ha, ichkaridagi odamni taniysizmi? Men mana bu yerda yashayman. Yaxshi, ichkariga kiringchi, tanirmikansiz? Mayli. Xo'sh, salom. Salom, mana shu odamni taniysizmi? Qaysi odamni? Men ana bu yerda yashayman. Ha, shu uyni egasini. Yo'q. Bu nima bo'ldi? Bu sir. Ha, nima bo'lganini bilmaymiz. Kim bo'lsa ham buni ko'zlarini o'yib olgan. Yo'q, ha, taniysizmi bu odamni? Yo'q, bu yerda jitel yashardi, qora kiyimli. Ha, bizga ham shunday deyishdi bir ikki kishi, lekin bu yerda yashamaydigan odamlar bo'lgani uchun ishonmagandik. Ha, men bu yerda yashayman, lekin bu odamni tanimayman. Nima qilamiz endi? Biz qilamiz. Siz esa boring, ishingizni qilishingiz mumkin. Axir, rahmat. Jin ursin do'stlar, ko'rdinglarmi? Kimnidir ko'zini o'yib olib ketib qolishibdi. U cholni eng qizig'i tanimayman va ko'rdinglarmi? Yonida nimalardir turganda, qanaqadir doktorlarga tegishli narsa, meditsina asboblari, skalpel turganda. Jin ursin, nima bo'ldi ekan u yerda? Hammayli, tak davay kelinglar, hozir kartoshkani tez ekib qo'yamiz va politsiyaga xalaq bermasdan uyimizga kirib ketganimiz ma'qul. Bularni hammasini merga olib borib topshirib berganimizdan so'ng, lekin eng qizig'i shundaki, nima bo'lgan bo'lishi mumkin ekan rostdan ham? Bizni rayon bu yerda juda ham tinch. Qanday tinch? Ha, albatta tomib ketgan qiz bor edi, lekin u tomib ketgan qiz axir faqatgina slayderni olib ketdi. Odamlarni o'ldirishi bilmadim, g'alati menimcha. Bu yerda qanaqadir manyak paydo bo'lgan bo'lishi ham mumkin va balki Jenis Bekni chaqirish vaqti kelgandir. Buni endi bilmadim. Mayli, qani mana bu kartoshkani hozir olib borib beraylik. Janob mer, ha, men sizga kartoshka olib keldim. Davay shu yerga tashla. Qishloq burchagidagi qotillik haqida eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Tushunarli. Mer eshitibdi, bu asosiysi. Endi esa umid qilamizki, mer o'zi hammasini hal qiladi. Politsiya bilan birgalikda o'sha qotilni topishadi. Biz esa o'zimizni ishimizni qilamiz. Politsiya kelibdimi? Buni qaranglar, yopib qo'yishibdi-ku. Qiziq, men o'ylaganimki, manyakni qidirishadimi deb, bular esa shunchaki yopib ketib qolishibdi. Ha, ichkarida nimadir bormi? Ko'rinmayapti ham. Yig'ishtirib ketgan bo'lsalar kerak, qani bir ko'raylik-chi. Qanaqadir stop do'stlar, yo'q, yig'ishtirilmaganga o'xshaydi, ko'rdinglarmi? Nimadir bu. Buni qaranglar, jasad joyida turibdi. Tishi nursin. Yig'ishtirishmabdi-da. Nima uchun? Bu qiziq, juda ham qiziq. Mayli, tak, kelinglar endi esa nima qilishimiz mumkinligini o'ylab ko'ramiz. Politsiya chaqirsamikin yana bir bor, chunki jasadni shunchaki tashlab ketishlari mumkin emas. Yordam beringlar. Yordam, iltimos, yordam. Qoch mendan, qoch. Qo'y, o'yinchi. Bu yoqqa kel, jitel tezroq. Kim u? Bilmadim. Yop eshikni, qulfla. Nima bu? Bilmasam, orqamdan quvib keldi. Ha, zombiga o'xshayapti. Men tepada turay. Tishi nursin rostdan ham. Lekin tak, mana bu verstak bilan yopib qo'ymasam bo'lmaydi, eshikni yana buzib kirib ketmasin. Qani edi mening instrumentlarim? Tak, bu yerda sandiq bor ekan. Tushunmadim. Xo'sh, buni yopaylikchi. Qayerdan keldi ekan bu sandiq bu yerda? Ochib ko'rmagandim verstakning tagini. Yana kimning xayoliga kelishi mumkin verstak tagiga sandiq qo'yish? Tak. Nima? AK-74 bo'lishi mumkin emas. Kim bu yerga tashlab ketibdi ekan? Nahotki slayder bo'lsa? Yo'q, slayder axir oddiy o'yinchi edi, u qayerdan qurol olishi mumkin? Jenurson otarmikin? U otar ekan rostdan ham. Qo'yil, tak, balki mana bu zombini osib tashlash vaqtidir. Nimani ovozi edi? O'qotdingmi hozir? Shunday qilishga to'g'ri keldi. Nima uchun? Chunki zombini o'ldirdim. Zombini? Ha, men ham shunday deb o'ylagandim. Bu haqiqiy zombi. Lekin qayerdan chiqqan bo'lishi mumkin? Bilmasam, qo'shnimizga o'xshardi. Qo'shningizga? Qaysi qo'shniga? Ana bu to'g'ridagi. Ha, qora kiyimli. Ha, mana bu uydagi. Stop do'stlar, balki bu uydagi jasad. Yo, bo'lishi mumkin emas, yana oldida doktorlarga tegishli narsalar turgandi. Tak. Hozir do'stlar ichkariga kiramiz, lekin men o'ylagan narsa bo'lmasin. Tak. G'oyib bo'libdi jasad. Demak, ha do'stlar, menimcha bizni qishloqda zombi apokalipsis boshlanganga o'xshaydi. Bu yangilikni tezroq tarqatishingiz kerak. Hamma jitellar bilib olsin. Bizning 13-qishloqda zombi apokalipsis boshlandi. Tak, qurollarni hammasini olishimiz kerak. Bu yerda magazinlar bor. Ichkarida ham qurollar bormikin? Bu yerda faqatgina mayda chuydalar bo'lishi mumkin va qishloqdan ketishimiz kerak deb o'ylayman. Bu yerda agarda virus tarqaydigan bo'lsa, bu juda ham yomon bo'ladi. Xo'sh, mana buni olamiz. Bu yerda yana mayda chuydalar, bu menga kerak emas. Mana buni olsam bo'ladi. Yaxshi, endi esa nima qilamiz do'stlar? Bu yerdan suramizmi?
Bilmadim, nima qilishimiz mumkin? Mayli, tak, mana buni ham olamiz. Va bo'ldi, tak, bo'ldi, yaxshi. Endi esa asta-sekinlik bilan bu yerdan chiqishimiz kerak, chunki tashqarida yana ham ko'p zombilar bo'lishi mumkin. Chunki hamma filmlarda shunday bo'ladi. Birinchi bittagina, yo'q, bittagina zombi, keyin esa ko'proq. Yo'q. Yo'q, mana kelishibdi. Endi qanday chiqaman? Mana bu yerda mashinam bor. Mashinam tarafga. Yo'q, o'rmondan ham chiqib kelyapti zombilar. Bo'lishi mumkin emas. Endi qanaqasiga bu yerdan qochaman? Tushunarsam, axir mashinaga yetib borishim kerak. Mashinada qochmoqchi edim. Ha, mayli, nima bo'lsa bo'ldi, otishni boshlaymiz. Mana birinchisi, endi esa bularni otamiz. Bunisini ham otish kerak. Tak, sekin. Bo'ldi. Tak, davay, mana senga ham. Bo'ldi, yaxshi. Sekin. Boshqa zombilar yo'q-a? Yo'q, mana bu yerda bor, mana bu yerda garaj yonida. Jiyon ursin. Bir o'zimga qiyin bo'ladi shekilli, sherik topishim kerak. Qani edi slayder bo'lsa, yaxshi yigitga o'xshagandi, lekin uni o'yin tagidan qurol chiqadi deb o'ylamagandim. Sekin slayder unchalik ham oddiy o'yinchi bo'lmasa kerak. Tak, tezroq qochishimiz kerak. Bu yerdan kelyapti bittasi yugurib orqamdan jiyon ursin. Tezroq qochamiz. Tak. Hoy, jitel do'konchi, eshikni och. O'zim ocha olmayman, zombilar bor. Sen ham kasaldirsan. Kasalman, jiyon ursin. Men qanaqasiga kasal bo'laman? Tak, tepaga chiqamiz va bo'ldi. Bu yer bo'shga o'xshaydi. Ha, bo'sh ekan, jiyon ursin. Endi nima qilaman? Xo'sh, qani? Bu yerdan otsam bo'ladi, lekin bu yerda uzoq qola olmayman. Qochishim kerak nima bo'lgan taqdirda ham. Zombilardan ovoz kelmayapti pastdan. Qana bir tushaylikchi. Jiyon ursin. Do'stlar, yo'q, zombilar kelib olishibdi-ku. Endi qanaqasiga qochaman? Bo'lishi mumkin emas. Eshikni ochib qochishga to'g'ri keladi shekilli. Yo'q, yoki stop. Agarda polnik kovlasamchi, pastdan tushib qochadigan bo'lsak, mening nima? Bu yerda tunnel. Tak, hoy, kimdir bormi? Bu yerda nima bo'ldi? Qanaqadir tunnellar, tosh turibdi, bloklar. Bu yerchi nima bor mana bu yerda? Ko'k narsa. Tak, hech narsa yo'q. Gilam. Tushunmadim, bu yerda kim? Tunnel qazishganmi? Tak, yo'q, bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bu yerda nima bo'ldi? Tushunmadim. Tak, yo'q, g'alati. Qani bir o'taylikchi. Nima? Skelet? Yo'q. Qayerdaman o'zi, ha? Balki tepadan chiqarman, ha? Yo'q, tepadan chiqish qiyin bo'ladi. Qani, mana bu yerdan ochsamchi? Acha, hech qanday ovozlar kelmayapti. Qani? Kimdir o'yin ichida ekan. Qani bir chiqib ko'raylikchi, vaqtgina. Qiyin bo'lsa kerak-da bu yerdan chiqish. Jiyon ursin. Mana bu bloklarni ham olishimga to'g'ri keladi yoki tepadan chiqamiz. Xo'sh. Qani chiqib yo'q, zombilar meni yeb qo'yishadi. Yo'q. Ay, boshim, qayerdaman? Hey, men seni qutqardim. Kimsan? Men Jitel. Ha. Nima bo'ldi menga? Qayoqqa tushib qoldim? Men seni qutqardim. Qayerdan? Shu esingda yo'qmi? Yo'q. Bu qayer? Men seni xullas qo'shnining o'yin tagidan qutqarib chiqdim. Qo'shnining o'yin tagidan? Ha. Zombilar. Ha, shuning uchun ham pardalarni yopib qo'ydim. Qarab o'tirishibdi, ko'ryapsanmi? Ehtiyot bo'lish kerak. Jinursin, mayli yopib qo'y qolay. Tak, nima qilishimiz mumkin? Jitel. Bilmasam. Xo'sh, men narsalarim bor edi. Narsalarim qani? Jitel, bu yerda zombi bittami yoki ko'pmi? Ko'p zombilar uyni o'rab olishgan bo'lsa kerak. Yo'q. Ha, narsalar esa qutida. Rahmat. Ishqilib umid qilamanki hammasi joyida-ya? Ha, hammasi joyida. Men seni chalajon topib oldim. Chalajon? Ha, 3 kun. Ha, yo'q, 2 kun. Ha, shuncha dam olding. Dam oldim? Ha, tushunarli. Tak, bularni hozir olaychi. Bu yerda meni hamma narsam emas bu yerda. Ha, chunki yo'qolib ketgan ekanda bir qismi, bilmadim, balki zombilar ko'tarib ketgandir. Tushunarli. Mayli. Tak, bularni olib olay hozir. Va ko'chaga chiqishga harakat qilaman. Nima qilasan ko'chaga chiqib? Axir u yerda zombilar bor. Bu yerda o'tira olmaymiz-ku. Jitel, qishloqdan qochishimiz kerak. Qishloqda tiriklar bormish qilib. Bo'lsa kerak bitta ikkita, lekin men bilmayman. Yo'q. Ha. Tushunursin. Nima qilamiz endi? Afsuski, endi bu yerda qola olmaymiz. Bizni jonajon qishloq endi yashashga yaroqli emas. Shuning uchun ham senga aytyapman-da, bu yerdan ketishimiz kerak deb. Jitel. Ha, shunday qila qolaylik. Tak, bu qutida nima bor? Hech narsa. Mayli. Hech narsa. Okey. Mayli, Jitel, hozir tashqariga chiqishga harakat qilaman. Ehtiyot bo'ldi faqat. Tak, bo'ldi. Tezroq qani, Jitel, zombilarni ko'plik. Wow, bular men o'ylagandan ko'p ekan. Jiyon ursin. Mana senga. Mana davay, sekin. Bo'ldi. Tak, boshqa yo'qmi? Menimcha qishloq to'la zombi bo'lsa kerak. Hozir boshqa uylardan ham ovozga yugurib chiqishadi. Tak, sekin. Boshqa yo'q, mashinam yoniga borishim kerak. Jiyon ursin. Mana zombi. Ota olmayapman. Tak, mana senga. Mana. Tak, bo'ldi. Qilib qolgan o'xshaydi. Sekin-da. Yo'q, bularni ko'pligini ikkita-ku. Jiyon ursin, qochishimiz kerak. Yuguramiz. Mayli, kelinglar endi biror nima qilishga harakat qilib o'raman sekin. Bularni kuchliligini-chi. Tak, wow, quroldan ham qochishga muvaffaq bo'lishdi.
Ha, lekin ulgurmadi baravar. Ha. Tak, endi esa tezroq mashinamni oldiga borishim kerak, lekin bora olarmiki? Mana menimcha yo'q. Yaxshisi birinchi mana bu yerdan ozgina ovqat olaman, chunki zombilar juda ham ko'p. Menga qattiq zarar qilishga sal qoldi. Chunki yo-moyo, yana chiqib kelyaptimi? Jin ursa men bular bilan cheksiz jang qila olmayman. Uyga kirish kerak tezroq. Bo'ldi. Zombini olib kelding-ku. Ha, lekin eshikni buzyapti. Tak. Yo'q, ketdi. Baribir yopib qo'y. Hozir boshqalarni chaqirib kelishi mumkin. Ular ancha aqlli ekan. Tak, ha, men ham sezdim. Hozir mana buni qo'yib qo'yamiz. Mana bu pechkani nimaga hammasini sindiryapsan? Yopish uchun-da. Bo'pti. Tak, bo'ldi. Endi esa bu yoqqa tepasiga jenursi mana buni qo'yamiz. Yaxshi. Tepada ham narsalar bor, eslashto. Qaysi tepada? Qutida. Qaysi qutida? Kravat tepasidagi qutida. Yo'q, Ha. Mayli, unda tak, mana buni bu yoqqa qo'yamiz va mana bu gilamlarni yoqsa maylimi? Albatta. Hozir yoqib yuboramiz. Kartoshka pishirib olaylik. Mening qornim juda ham ochib ketdi. Ha. Lekin gilam ko'p ketmasa kerak. Ha, rostdan birdaniga tugab qoldi. Endi nima bo'ladi? Yo'q. Pishmadi. Nima qilamiz endi? Bilmasam, aytgancha qutida narsalar bor deding, a? Ha. Tak, yog'och bor ekan, yondirsam maylimi? Albatta. Okey, mana bu yerga tashlab qo'yamiz va bulardan mana bunday qilsak non bo'ladi. Yaxshi. Non bor bizda va endi bu yerdan hozir qanday kartoshkalar tayyor bo'lsa, mana Jisli senga nonning bir qismi esa menga. Aha. Tak, va mana kartoshkalarni olishing mumkin. Mana bularni ham olib keyin tashlab yuborarsan kerak emaslarni. Xo'p. Tak, bo'ldi. Qani endi mana bu kravatni olgin. Men Jitel. Ha. Mana bu qutining ichida bir ikkita narsalar turibdi. Men hammasini tushuntirib beraman. Jitel.